Bugun sizlar bilan qaysi yoqilg'i bilan uyni isitish arzon yoki qimmatga tushishini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Uning uchun biz 5 ta yoqilg'ini oldik. Gaz, elektr, o'tin, ko'mir, propan bilan solishtirib chiqishga harakat qilamiz. Undan tashqari hammani qiziqtirayotgan teplovoy nasos bilan isitish arzonga tushadimi, qimmatga tushadimi, o'shani ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz hisob-kitoblar bilan birga. Uning uchun biz qiyos qilib oldik. 24 kilovatli uy ehtiyoji bor. O'shanga nisbatan har xil hisob-kitoblar qilib chiqishga harakat qildik. Uning uchun biz limitlarni ham hisobga oldik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, gazning limiti bilan rasxodini ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Uning uchun mana shunaqa qisqa hisob-kitoblar qilib olganmiz. Mana shu hisob-kitoblarimiz orqali tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Misol uchun, uyimizning issiqlik yo'qotilishi 24 kilovat deb hisobga olganmiz. 24 kilovat energiya olish uchun o'rtacha 276 metr kub soat gaz rasxod qilamiz. 276 metr kub rasxodni 18 soatga nisbatan ko'paytiramiz, chunki kechqurun boshqacha, kunduz boshqacha harorat bo'lgani uchun o'rtacha proporsiya qilib 18 soatga nisbatan ko'paytirib yubordik. Umuman bir sutkada 4968 metr kub rasxod qilar ekanmiz. Misol uchun, siz uyingizda boshqacha issiqlik yo'qotilishi bo'lsa, 50 kilovat yo'l qo'ysangiz, misol uchun, mana shu son sal boshqacharoq ko'payishi mumkin. Buni shablon qilib olsangiz ham bo'ladi. Xullas, umuman olganda bir oyda 1490 kub gaz rasxod qilar ekansiz agar 24 kilovatli yo'l qo'ysangiz, 24 kilovat rasxodingiz bo'lsa. Umuman olganda hamma limitlar bilan hisoblab chiqdik. 500, 990 va hokazo va hokazo. 24 kilovatli yo'lingiz bir oyda quyidagi limitlar bilan ekranga limitni chiqarishga harakat qilamiz. Bir oyda gaz sarfimiz 2.282.700 va hokazo so'mga bo'lar ekan. Endi boshqa yoqilg'i bilan ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bitta ma'lumot esdan chiqib qolibdi. Boyagi gaz rasxodi mabodo 1 kub gaz o'rtacha 9 kilovat energiya beradi deb hisobga olganmiz. Endi elektr energiya bilan bo'lsa, 1 kilovat elektr energiya 1 kilovat issiqlik beradi agar yo'limiz elektrический oddiy yo'l bo'ladigan bo'lsa. O'sha qiyosda hisoblab olganmiz. 24 kilovatli yo'limiz 1 soatda 24 kilovat elektr energiya rasxod qiladi va hokazo hammasini ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, bizani bir oylik elektr energiya bilan sarfimiz 21 milliondan oshiqroq, ya'ni 21 million 530 ming xarajat bo'lar ekan. Tushunmoqsizlar, gazga nisbatan necha baravar xarajat bo'layotgan. Endi keyingi yoqilg'i bilan ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ko'rayotganinglar, ko'mir bilan hisob-kitob qildik. Ko'mir bilan ham 1 kilo ko'mirimiz 6200 kilokaloriya energiya berar ekan deb hisobladik. Xullas, umuman olganda 7210 watt energiya berar ekan. Qo'pol qilib aytsa, 702 kilovat energiya berar ekan 1 kilo ko'mirimiz. Hammasini mana shunaqa hisob-kitob qilib chiqdik. Bir oyda agar o'sha uyni gaz bilan emas, ko'mir bilan isitadigan bo'lsa, 2.420 ming so'm rasxod qilar ekanmiz bir oyga ko'mir sarfiga. Bundan tashqari, pellet